Dilimizni Marg'ilon filialiga kelishlaringni umuman tavsiya qilmayman. Bu yerga kelgan har bir ayol qizlarimiz barcha pullarini ishlatib olar ekan. Dilimizni Marg'ilonda filiali ochilganda model bo'lish uchun juda ham qiziqqandim, hattoki yozib ham ko'rgandim. Bu yerga bugun birinchi marotaba o'zim uchun kiyim olishga keldim va sizlarga modellardek kiyimlarni hammasini obzor qilib berdim. To'g'risini aytinglar, bunaqa stilim вообще asal turar ekan. Bu kiyimim bilan ertagayoq qaysidir davlatga sayohatga chiqib ketaman. Agar sizda imkon bo'lganda qaysi davlatga borib shu kiyimda damab kelgan bo'lardingiz. Bunga bo'lsa endi gap topolmadim. Xuddi o'zimni Barbidek his qildim. Buni bo'lsa ikki xil rasvetkasi ham bor ekan. Sizlarga rostini aytaymi, dilim ustida bunaqangi sifatli kiyimlar borligini umuman bilmagan ekanman. Aynan shu ko'ynagimiz qizlar sarpolaringga olib qo'ysalaring juda ham zo'r ekan. Narxlari bo'lsa har doimgidek hamyon bor. O'z aslida bu yerga kelishimiz sababi mana shu marg'ilonlik sayyorachkani ustida kiyib olgan kiyimni ko'rib turib dilimizga kelgandi. Qaysi kiyimni tanladim deb o'ylaysiz? Qaysinisi ko'proq yarashdi? Sizlar bo'lsa dilimizni qaysi filialdan kiyinasizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar.